Green card chiqdi. Aya, Lyubboy uyga sovchilikka boring. Lyubboy odam menga endi qizini beradi. Green card chiqdi menga. Ha, Adrian, sendan qancha qarzim bordi? $200 qachon berasan? Menga green card chiqdi, Amerikaga ketaman. Endi seni pul bilan ko'maman. Oldingda hurmatim qanday? Hurmating cho'qqida, jo'ra. Shunday bo'lsin. Amerika sehrli diyol. Ey Tanso Disko, sen meni mensimasding-a? Nima bo'ldi? Menga green card chiqdi, endi meni mensi. Amerikaga ketishga hujjat qildingmi? Hujjat ham qilish kerakmi? Hujjatsiz keta olmaysan, xohlasang o'zim qilib beraman 10 ming ko'pga. Menga $10,000 chepuqa. Men milliard ishlab kelaman. Amerika sehrli diyol, faqat tezlashtir. To'xta. Sen 1 yildan beri orqamdan nima qilib yursan? Saksofonni pulini bermaysizmi? Shonu shuhratingga kirilma odam, ko'kka otib yerga urar dunyo bu. Topgan tillo zariga berilma odam, sendan ham men. Ana odamni qara aldayapti. O'zi aslida gapira oladi bu odam. Ha, qo'ysan-chi. Javob gapira oladi. Katta odam ataylar bunaqa qilmaydi. Kelyapti, o'zi gapirtiraman, qarab tur. Gapira olmaysizmi? O'zi gapirtiraman. Men aka nimadir doring? Gapira olmaydi bu. Shoshmay tur. 40 ming so'm beraman aka. Bir og'iz gapiring bo'ldi. Ustidan kulyapsan-da, bersang ber. Shoshmay tursan. Mana aka 100 ming so'm. Bir og'iz gapiring bo'ldi. Gapirmaydi, ko'ryapsan-ku, nima qilasan majburlab? Xo'p, sen oxirigacha ko'r shuni. Aka mana sifat shirinligi. Mana. Ko'rding? Aka o'z trendda yeb ko'ring, vashi mazasi zo'r. To'xtab turdi. Men hamma pulimni beraman. Bitta nimadir deb bering bo'ldi, aka. O'zi nima deyish kerak, akalar? Ya kulmanglar odamning ustidan. Men o'zi gapirmayman. Prosta vijdonim qiynalgandan gapirdim, akalar. Vijdon ham bormi sizda? Ha, bor. Bo'pti, hech kimga aytmanglar, akalar, iltimos. Aka, 200 ming so'm beraman, qo'shiq aytib berasizmi? Kimnikini? Jenisbek Piyazov tutgan. Men opera ayta olmayman. Maysara xanoshdan